Hay bola, Bismillahirrahmanirrahim deb yegin. O'ng qo'ling bilan yegin. O'zingning oldingdan yegin dedilar. Umar ibn Abi Salama aytadilarki, mana shu so'zni eshitganimdan keyin, bundan keyingi hayotimning barchasida ovqat yeyishim shu tarzda bo'ladigan bo'ldi. Umar ibn Abi Salama Ummu Salama olamizda avvalgi erlaridan bo'lgan o'g'illari. Rasulullohning o'gay o'g'illari hisoblanadi. Kichkina bolacha. Onasiga ergashib kelgan bola. Haligi bola tarbiya ko'rmaganligidan u yoqqa bu yoqqa qo'lini uzatib, ehtimol kattalar go'shtlarini olib yeganmi, nimadir qilgan. Lekin bunga kattalar qarab turmaslik kerak ekan. Rasululloh darrov, "Hay bola, Bismillahni aytib yegin. O'ng qo'ling bilan yegin. O'zingni oldingdan yegin" deb o'rgatdilar. Mana shu narsani doim kichkina bolalarga aytib turish kerak. Kattalarga ham aytib turish kerak. Eslatib turish kerak.